Ogoh.uzda kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. O'zbekistonda issiq sabab elektr iste'moli rekord darajaga yetishi kutilmoqda. Anomal issiq. Sog'liqni saqlash vazirligi jaziramadan saqlanish bo'yicha muhim tavsiyalar bilan chiqdi. O'qishni ko'chirishda milliy va xalqaro sertifikatlar 2026-yildan inobatga olinadi. 671 nafar haydovchi jarima ballari sabab guvohnomasidan ayrilishi mumkin. Toshkentdagi ofisdan 880 million so'm o'g'irlagan erkak ushlandi. Urgut tumani prokuror o'rinbosari poraxo'rlikda gumonlanib qo'lga olindi. O'zbekistonda metall mahsulotlariga ehtiyoj 2030-yilgacha 8 million tonnadan oshishi kutilmoqda. Bangkokda bardagi yong'inda 27 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda issiq sabab elektr iste'moli rekord darajaga yetishi kutilmoqda. O'zbekistonda havo harorati yuqorilishi sabab elektr energiyasiga talab keskin oshishi mumkin. Energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yaqin kunlarda sutkalik elektr iste'moli 280 million kilovatt-soatgacha, maksimal yuklama esa 13,3 gigawatt-soatgacha yetishi mumkin. Mutasaddilarga elektr tarmoqlari va podstansiyalar ishini kuchaytirish, avariyalarning oldini olish hamda iste'molchilarni uzluksiz elektr bilan ta'minlash chora-tadbirlarini ko'rish topshirilgan. Anomal issiq. Sog'liqni saqlash vazirligi jaziramadan saqlanish bo'yicha muhim tavsiyalar bilan chiqdi. O'zbekistonda havo harorati 46 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi aholiga, ayniqsa keksalar, bolalar, homilador ayollar va surunkali kasalliklari bor fuqarolarga jaziramada ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi. Vazirlik issiq kunlarda yetarli suv ichish, yengil kiyim kiyish, soat 11:00 dan 17:00 gacha quyosh ostida uzoq qolmaslik va og'ir jismoniy mehnatni cheklash zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, bolalar va keksalarni issiq havoda avtomobil ichida qoldirmaslik haqida ogohlantirgan. O'qishni ko'chirishda milliy va xalqaro sertifikatlar 2026-yildan inobatga olinadi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlaridan davlat oliy ta'lim tashkilotlarining mos va turdosh bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga o'qishni ko'chirishda chet tili hamda umumta'lim fanlari bo'yicha milliy yoki xalqaro sertifikatga ega talabgorlarga tegishli fanlardan tabaqalashtirilgan yoki maksimal ball berish tartibi joriy etilgan. Mazkur qaror 2026-yil 12-iyundan kuchga kirgan va uning talablari 2026-yildagi o'qishni ko'chirish jarayonida ham to'liq qo'llaniladi. 671 nafar haydovchi jarima ballari sabab guvohnomasidan ayrilishi mumkin. Yo'l harakati qoidalarini buzgan 671 nafar haydovchi 12 ballik jarima chegarasidan oshib ketgan. Amaldagi tartibga ko'ra, bunday haydovchilar transport boshqarish huquqidan kamida 6 oy muddatga mahrum qilinishi mumkin. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lumotiga ko'ra, yana 399 mingdan ortiq fuqaroga ma'muriy ogohlantirish berilgan. Eng ko'p uchrayotgan qoidabuzarliklar orasida tezlikni oshirish, xavfsizlik kamarini taqmaslik, rulda telefondan foydalanish va noto'g'ri joydan yo'l kesib o'tish hollari borligi aniqlangan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi ofislardan biridan 880 million so'm o'g'irlaganlikda gumon qilinayotgan shaxs qo'lga olingan. Aytilishicha, Markaz 5 dahasida yashovchi fuqaro pullarni o'g'irlaganligi haqida murojaat qilgan. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida gumonlanuvchi aniqlanib, uning uyidan o'g'irlangan pullar topilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Urgut tumani prokuror o'rinbosari poraxo'rlikda gumonlanib qo'lga olindi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, Samarqand viloyatining Urgut tumani prokuror o'rinbosari Pastorg'om tumani prokuraturasida ishlagan vaqtida korxonaga hisoblangan qariyb 2,9 milliard so'mlik zararni kamaytirish evaziga 6,5 ming dollar va 35 million so'm olgan. Shuningdek, jinoyat ishida yengil jazo tayinlatish va zarar miqdorini yanada kamaytirishni va'da qilib 15 ming dollar talab qilgan. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. O'zbekistonda metall mahsulotlariga ehtiyoj 2030-yilgacha 8 million tonnadan oshishi kutilmoqda. So'nggi 10 yillikda O'zbekistonda po'lat, list, navli prokat, quvurlar va metall konstruksiyalarga talab 3 barobar oshib, 5,5 million tonnaga yetdi. Yangi atom elektr stansiyasi, 4-mis boyitish fabrikasi va yangi mis eritish zavodi loyihalari uchun qariyb 2,5 million tonna po'lat, list va armatura talab etiladi. Kelgusi 5 yilda yangi quvvatlar, infratuzilma loyihalari va ko'p qavatli uy-joylar qurilishi hisobiga metall mahsulotlariga ehtiyoj yanada ortishi kutilmoqda. Prognozlarga ko'ra, 2030-yilga borib mamlakatda metall mahsulotlariga yillik talab 1,5 barobar oshib 8 million tonnadan ziyod bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu ehtiyojni qoplash uchun zarur ishlab chiqarish quvvatlari bo'yicha aniq hisob-kitoblar tayyorlash vazifasini topshirdi. Bangkokdagi barda yong'inda 27 kishi halok bo'ldi. Tailand poytaxti Bangkok shahridagi barda kuchli yong'in sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida kamida
27 kishi vafot etgan. Tarqalgan kadrlarda odamlar vahima ichida binodan chiqishga urinayotgani, ayrimlari yonayotgan ko'rinadi.